Talabalarga o'qish 11-yanvardan boshlanadi. Lekin biz uydagi ishlardan qochib, 5 kun oldin kelib olib nima bor? Uyda o'tirmaymanmi mazza qilib? Qornim ochqab ketdi. "Alo, aya, ana pul kerak edi, iloji bo'lsa pul berib turingizlar." Hozir menda yo'q edi, xonadoshlaringni olib tur. Menimcha yo'q ularda. Bola, yer qimirlayapti. Qanaqa yer? Qornim g'urillayapti. Och qolib ketdim, hech narsa qolmadi yeyishga. Do'stlar. Qisi, mehmon olib keldim demoqchiydi. Mehmon? 100 ming pul yashashimga yetadimi? Ha, yetadi. Ko'p-ku. BMW'mizni sotib keldikda bir 6 ta Malibu olganmiz. Ana eshikka sig'ma tashqari qo'yib qo'ydik. Uyga kirib yotdim.